Hozir velosiped ishlaysiz, endi siz sochni elektrga veli qiling, daromadingiz yana bir baravar oshadi. Sumkani suruvga oldik. Do'stlar, buyurtmamizni berib chiqdik. Buyurtmalarni mijozga topshiramiz. Спасибо. Aha. Mana do'stlar, Yaponiyadan zakazimiz ham tayyor. 1,5 kilometr ekan masofasi. Assalomu alaykum. Yurtingiz olib keldim. Do'stlar, buyurtmamizda 8 ta razливной suv bor ekan. Salom do'stlar, bugun men Yandex Eats kuryerlikda bir kun ishlab ko'rmoqchiman va bu yerdagi ro'yxatdan o'tish jarayonlari, kun davomida ishning qanday olib borilishi haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Shunday qilib Yandex Eats ofisiga yo'l olamiz. Yandexda ishlash uchun Yandex ofisiga yo'l olamiz. Mana do'stlar, Yandex Eats ofisiga yetib keldik. Endi ro'yxatda o'tish jarayonlarini siz bilan birgalikda davom ettiramiz. Ulayotganimizda qarang, peshkom bor, velosiped, avto, skuter bor. Qaysi birini ulayapsiz? Velosiped tarifida ishlamoqchiman. Velosiped tarifida ishlasangiz daromadingiz ko'proq bo'ladi. Peshkomga qaraganda velosiped ko'proq beradi. Agar elektroveli bor bo'lsangiz, elektroveli bilansiz, undan ham ko'proq bo'ladi. Bizda ishimiz erkin. Xohlagan vaqtda ishga chiqib, xohlagan vaqtda ishga bo'ladi. Yoqat o'chiradi. Ikki xil ish turi bor. Bo'sh rejali. Bo'shga qaraganda rejalikda ishlasangiz daromadingiz ko'proq bo'ladi. Eng yaqin restoran birinchi sizga beradi. İşimiz unaqa qiyin emas. Oddiy sumkamiz beriladi. Hammasi tekin. Sumkani olib, restoran eshigining tagida, mijozning eshigining tagigacha sumkada yurishingiz kerak bo'ladi. Oldin ishlab ko'rmagansiz dastavkada? Oldin uzunda ishlab ko'rganman. Uzunda ishlab ko'rgansiz, velosiped ishlagansiz. Uni peshkom. Hozir velosiped ishlaysiz, endi siz sochni elektrga veli qiling, daromadingiz yana bir baravar oshadi. Misol uchun kuniga deylik 150 ming, 200 ming topsangiz, elektrga veli olsangiz 300 ming, 500 minggacha daromad topasiz. Demak, kunda 300 mingdan 500 minggacha daromad topsa bo'ladi hozir. Veliga qaraganda elektroveli, chunki tezroq borasiz manzilingizga va tezroq dastavkani topshirasiz. Hozir endi pasportingizni bering, ularamiz. Bizga bitta pasport va karta bo'lsa kifoya. Unaqa bormi plastik kartangiz? Pasport o'zingniki, amanatsa o'zingniki. Bo'ldi. Bizda ishlash turi aytganimda erkin, xohlagan vaqtda chiqib, xohlagan vaqtda kirasiz. Ishlagan daromad pulingiz bir haftada bir marta mana shu kartangizga tashlab beriladi. Ishxona tomonidan. Bizda pul tushish haftalik, foiz yo'q. Misol uchun 100 ming topsangiz 100 ming tushadi. 300 ming topsangiz 300 ming haftalik tushadi. Dushanbadan yakshanba kuni ishlaganingiz keyingi hafta yoki chorshanba kuni tushadi. Bizda ishlash shunaqa, dushanbadan yakshanba ishlaysiz, keyingi hafta chorshanba kuni tushadi. Faqat yana bitta sharti bor, shanba yoki odoq kuni ishlab qo'yishingiz kerak. Bizda hamma narsadan foyda bo'lgandan jarimasi ham bo'ladi. Qanaqa jarima? Mijozni kech borsangiz, jarimasi bor. Ovqat sizga berilgani ko'kib, ag'arib qo'yib, tovarning vidini buzib qo'ysangiz, unda ham jarima bo'ladi. Ishimiz unaqa qiyin emas. Nima savollaringiz bor? hammasi shunaqa. Bu ular orasida bo'ladimi? Bu do'g'ri emas, bu bilan tanishib chiqasiz. Bu olib ketasiz uyingizga. Bu familiya ismingiz yozaverasiz. Telefon nomeringiz nechilik? 33lik 33lik 748 748 71 74. Qaysi rayonda ishlamoqchisiz? Bizda hududlar bor. Zakaz yaxshi tushish uchun mana bu KFC, EOSlar bor, fast food tarafi, targ'ib sentrida yursangiz, rosa ko'p zakaz tushadi. Velosiped. Manzil propiska bo'yicha olasiz. Oqqo'rg'on tumani. Bor, telefoningiz qani? Yo'q, Yandex Pro'ga kirib beraymi? Ularni ochib turaman.
Keyin yana bizda bonus bor, do'stingizni chaqirsangiz bo'ladi ishga. Masalan, o'zim tanishim yo do'stim chaqirsam, qancha bo'lish o'rinda masalan? Hozirgi kunda do'stingizni chaqirsangiz, mana приложение kirasiz. Do'stingizni chaqirish, yangi taklif qilish bossangiz, hozirgi kunda 250 ming so'm berishadi. Siz ularningiz sizdan keyin do'stingiz, o'rtog'ingiz, tanishingiz kimda kim sizni orqangizda mana shu silka bo'yicha ulansa 250 ming so'm pul berishadi. Mana do'stlar, ro'yxatdan o'tish jarayoni deyarli yakunlanib qoldi. Endi sumkamizni olamiz. Mana do'stlar, ro'yxatdan o'tish jarayoni yakunlandi. Endi sumka olishga yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Sumka olishga kelgandim Yandexdan. Ismim Murodjon aka. Sizda birinchi marta ishlayapsizmi? Videolarni ko'rdingizmi? Ha, videolarni ko'rdim. Rahmatov Murodjon, Bitta videosini ko'rdingiz. Sumkani srogi 6 oy. Har 6 oyda sumka almashtirib beriladi, ya'ni besplatno bo'ladi. Bu eski sumka 6 oy bo'lgandan olib kelasiz, o'rniga yangi sumka beriladi, ya'ni besplatno bo'ladi. 6 oy bo'lmasdan oldin bo'shaydigan bo'lsangiz, juda ham kir ahvolda, yirtilgan holda bo'ladigan bo'lsa, 100 ming ishtirok bo'lishadi. Shuni tozalikka rioya qiling, gigiyenaga rioya qiling. Qanaqa muammo bo'lmaydi. Juda ham kir ahvolda, umuman ishga yaroqsiz ahvolda bo'lsa, 340 ming ishtirok bo'lishadi. Mana do'stlar, biz Yandex ofis ro'yxatdan o'tib chiqishimiz bilan sразу zakaz tushdi. Endi zakaz tomon yo'l olamiz. Do'stlar, yana bir narsani eslatib o'tishim kerak. Velosiped yurayotganda qoidalarga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Zero bu sizlarni xavfsizligingiz uchun juda katta hissa qo'shadi. Mana do'stlar, KFC'ga ham yetib keldik. KFC'dagi zakazimiz bo'yicha keldimni bosamiz. Va bu yerdagi buyurtmaning oxiridagi 4 ta raqam aytiladi va buyurtmalarni olib ketishingiz mumkin. 62-55. İşte zakaz tushgan, ikkinchisi 07-62. İkincisi 07-65. İşte multi buyurtma tushdi. Buyurtmalarni olib, mijozning uyiga yetkazib beramiz. Do'stlar, buyurtmamizni oldik. Endi buyurtma olish degan tugmani bosamiz va mijoz tomon yo'l olamiz. Ketdik masofasi 1-2 kilometrni tashkil etadi. Mana do'stlar, buyurtmaga yetib keldik. Keldim tugmasini bosamiz va klient fuqarolikxonaga kirishda qolib ketishimizni iltimos qilishgan ekan. O'sha joyda qoldirib ketamiz.
Ha, do'stlar, buyurtmamizni berib chiqdik. Endi buyurtma topshiriq tugmasini bosamiz va keyingi manzilimizda davom etamiz. Ikkinchi buyurtmamiz orasi yaqin 1 kilometr 400 metr ekan. Endi do'stlar, ikkinchi multizakazimizni olib borishga yo'l olamiz. Ketdik. Продолжайте движение прямо. Через 50 метров поверните налево. Shu sababli kichkina yo'ldan yuramiz. Абонент в данный момент ответить не может. Mana biz Перезвоните, mijoz manziliga пожалуйста, yetib keldik. позже. Call subscriber cannot answer at the moment. Please call Mijozga back qo'ng'iroq later qilyapman. again. Mijoz qo'ng'iroqqa javob bermayapti. Siz so'rayotgan abonent Nima deymiz hozir endi javob do'stlar? bera olmaydi. Xuddi shunday holatlar ham Iltimos, bo'lib keyinroq turadi. qo'ng'iroq qiling. Do'stlar, bu klient bilan ham bog'landik. Bu klient ham buyurtmani qoldirib ketishimni so'rashdi. Buyurtmani ham o'z egalariga topshirdik. Endi yo'lda keyingi zakazimiz ham tushib qoldi. Shu zakazga qarab yo'l olamiz. Keyingi zakazimizga ham yo'l olamiz. Keyingi zakazimiz Bondan zakaz tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Bon restoraniga ham yetib keldik. Yetib kelganimizdan so'ng keldim tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, bundagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Zakazni olib, buyurtmalarni yetkazib berishda davom etamiz. Zakazni olganimizdan so'ng buyurtma olindi tugmasi bosiladi. Buyurtmamiz 630 metr masofada ekan. Ketdik tugmasini bosamiz va davom etamiz.
Salom aka. Dastavkangizga olib kirdim aka. Buyurtmalarni mijozga topshiramiz. Спасибо. Aha. Do'stlar, mijozga buyurtmani topshirdik. Endigi zakazimiz Yaponiya mamadan. Yaponiya mamadagi zakazni olish uchun yo'l olamiz. Mana do'stlar, Yaponiya mamadagi zakazimiz ham tayyor. Zakazni olib, buyurtmani yetkazib beramiz. Do'stlar, buyurtmamizni oldik. Buyurtmani olishni tasdiqlayman deganni bosamiz. Va 1,5 kilometr ekan masofasi. Buyurtmani yetkazib berishda davom etamiz. Направо. Поверните направо. Вы на месте. Orada yana bir zakaz ham tushdi. Bu zakazni qabul qildim. Klient manziliga yetib keldik. Mana hozir biz mijoz manziliga liftda ko'tarilyapmiz. Ba'zi bir joylarda lift ishlamaydi. Bu narsa kuryerlar uchun katta qiyinchiliklar tug'diradi. Assalomu alaykum. Yurtingiz olib keldim. Rahmat. Ha? To'xting, yana bitta narsa bor edi. Yoqimli ishtag'al. Kuryerlik qilish davomida har xil kayfiyat ko'taradigan holatlar ham mavjud. Bu liftimizda ajoyib qo'shiq yangramoqda. Nima ham deymiz, kayfiyat ko'tarinki holatda buyurtmalarni yetkazib berishda davom etamiz. Olg'a. Do'stlar, buyurtmamizni ham topshirdik. Keyingi buyurtmamiz Через 50 метров поверните KFC'dan yana налево. zakazimiz tushibdi. KFCga tomon yo'l olamiz. Olg'a. Mana do'stlar, biz KFCga Маршрут перестроен. yetib keldik. Endi zakaz. Do'stlar, nega men buyurtmalarimni tezkor tarzda yetkazib beryapman deb o'ylaysiz? Buning sababi Rent Market. Rent Marketni elektronik velosipedlarni ijaraga to'lovlari asosida oldim va tezkor tarzda buyurtmalar yetkazib berib, ko'proq daromad olmoqdaman. Siz ham Rent Marketdan velosipedlarni xarid qiling va ko'proq daromad olishga shoshiling. Tayyor bo'lmagan ekan. Kutish jarayonidamiz. Tezroq tayyor bo'ladi. Do'stlar, buyurtmamizda 8 ta razливной suv bor ekan. 401 ml zakaz bo'lgan ekan. Endi buni sekin amallab yo'lini qilib olib boramiz.
Men ham deymiz endi kurerlikda shunaqa qiyinchilik joylari ham bor. Do'stlar, buyurtmamizni oldik. Buyurtmamiz masofasi 207 Продолжайте kilometr движение ekan. прямо. 21 daqiqa vaqt berilyapti. Buyurtmamiz tomon yo'l olamiz. Через 50 метров поверните направо. Qo'mayga charchamadingmi? Yaxshi-ku, zo'r. O'zingizdachi? Velosiped qayerdan oldingiz? Rent marketmi? Men ham shunday olganman. Elektron velosipedda 70 kilometr yuradi. Mayli aka, charchamang. Do'stlar, mijoz manziliga ham yetib keldik. Mana do'stlar, buyurtmamizni ham topshirdik. Endi bu zakazning ikkinchisini topshirishga yo'l olamiz. Bu zakaz 1 kilometrni tashkil etadi. Bunday bo'lsa, kayfiyat ko'tarinki chog'da yo'l olamiz.
Tez topib olsangiz yaxshi. Endi hozir yil oxiri-ku, hamma oladigan payt shu hisobiga tez tugab qoldik. Oxirgi payti bir oyga bormasam tugadi. 2,5 mingta kelgandi. Yoqimli ishlar. Mana do'stlar, buyurtmamizni ham topshirdik. Do'stlar, bugun smenamiz davomiyligida smenani 14:24 da boshladik va 14:56 da tugatdik. Topgan pulimiz 74.405 so'mni tashkil etadi. Bu birinchi ishga chiqqan kunimiz bo'lganligi uchun nisbatan kamroq bo'ldi deb o'ylayman. Yangi slotlarda hozir erkin slotda nisbatan pul kamroq tushadi. Rejali slotda esa pul ko'proq tushadi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra smenamizni yakunlashimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun smenani shu joyda yakuniga yetkazamiz. Bu smena erkin slot hisoblanadi. Hozir men chiqqan smena erkin slot hisoblanadi. Bunda xohlagan vaqtingiz ishga chiqib, xohlagan vaqtingiz smenani to'xtatsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.